Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi xonadonimiz sotuvga chiqdi. Farg'ona shahar Kirgilli Suqtepada joylashgan katta yo'l bo'yiga bir 50 metr ekan. Bu tomonda hozircha novvoyxona sifatida foydalanishyapti. Konditerskiy qilsa ham bo'lar ekan. Bu joyimiz 120 kvadrat, xuddi shu joyda tepasi Chirdagi 120 kvadrat tag'in. Xonadonimizga kirganimizda o'ng qo'limizda 2 xona uy bilan svet o'chib qolibdi. Xonadonimizning umumiy ko'rinish holati. Bu tomonda yozgi oshxonasi. Mehmonxonamizda mana ko'rib turganingizda yaxtalarini pol qilingan, taxta pol qilingan. Xonadonimizni orqa tomonida shunaqa parni qilib qo'yishgan hozircha. Hozircha vaqtincha hech kim yashamaganligi uchun qarovsiz holatda turibdi. Sanuzollari bor, gaz, svet, suv muammo yo'q, kanalizatsiyalari bor. Kanalizatsiyalari chuqur qilingan ekan, alohida oqavaga. Chirdak holatlari 2 qavatga moslangan ekan. Mana ko'rib turganlaringdek. Ushbu xonadonimiz xohlovchilar yarmini ham sotib olsa bo'lar ekan. Joyimiz uchun 70 ming AQSh dollari naqd so'rashyapti. Ozmos kelishimdon holatlari bor ekan. To'liq ma'lumotlarni pastdagi telefon raqamlarimizda qoldirib o'tamiz. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.